5-30 Proxil 10 ga moylandiga hozirda aksiya ketyapti. 4 marta zaminamaslar qilasizlar shu yoqdan. 5-zaminamaslar mutlaqo bepul. Kechiring, yig'ilma ishlarimiz davom etyapti. Ishlar tugatib, o'zimizning mashinamizga ham mehr berib qo'yaylik. Yog'lar kelib qolgan ekan, yog'larni almashtiryapmiz. Antifrizlarni dalkalarni qilib, atvatlarni ko'rib, remontlarini ko'zdan kechiryapmiz. Mana o'zimizning mashinamiz yog'larni almashtirib, antifrizlarni dalka qilib, kamchiliklarini bir qator ko'zdan kechirib qo'yapmiz. Klientlar kelishib so'rashadi, qanaqa yog' tavsiya qilasiz deb. Qanaqa yog' o'zingiz mashinangizga qanaqa moy quyasiz deyishadi. Men o'zim mashinamga mana shu Cruiser rossiyskiy moyini 10 ga quyaman. Sifatlari yaxshi, motorlarda ichini qoraytirmaydi, inagar qilmaydi. Yaxshi moy, motor ichini toza qilib yuradi. 7000 km yuradi bu moy. Garantiyalari bor. Boshqa assortiment moylarimiz ham bor, har xillaridan. Kelaverasizlar. Proxil 5-30 Proxil 10 ga moylandiga hozirda aksiya ketyapti. 4 marta zaminamaslar qilasizlar shu yoqdan. 5-zaminamaslar mutlaqo bepul. Kelaverasizlar. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqasizlar.